Normal qon bosimi o'zi nechi bo'lishi kerak? Sog'lom kishilarda normal qon bosimi va optimal qon bosimi degan tushuncha mavjud. Optimal qon bosimi bu yurakni eng qulay ishlaydigan sharoit bo'lib hisoblanadi va 120 ga 80 ni tashkil etadi. Ya'ni sistolik qon bosimi 120, diastolik qon bosimi esa 80 mm simol ustuniga teng hisoblanadi. Normal qon bosimi degan tushuncha esa bu minimal hamda maksimal darajalarni o'z ichiga oladi. Bu degani sistolik qon bosimini 90 ga, diastolik qon bosimining esa 60 gacha bo'lishi bu eng past chegara hisoblanadi normal qon bosimi uchun. Yuqori qon bosimi uchun esa 135 sistolik qon bosimi va 85 diastolik qon bosimi uchun normal ko'rsatkich hisoblanadi. Bu degani qachonki biz 90 ga 60 mm simol ustunidan past bo'lganda biz buni kasallik deb hisoblaymiz va davolash chora-tadbirlarini ko'rib borishimiz kerak. Yuqori chegarasi esa 135 ga 85 bo'lganda yuqori deb hisoblaymiz hamda davolash choralarini ko'rib borishimiz kerak bo'ladi.